Voy, tot, mana buni qaranglar, voy. Bu tip anaqa italyanskiy bor-ku, mana realniy bir boshqa joyga tushib qolgandek. Voy, mana bularni qaranglar. Assalomu alaykum. Ha, bu okangiz. Vashcha gap yo'q lekin bor, qanaqa chiroy bu, mana gullarni qaranglar. Aka lekin joyiga ochibsiz, shunday sevildi. Aka shu aylanishga kelgandim, borman. Men gullarni vashcha chiroyli ekan, aka. Qanaqa? Aka bunday qiladi-ku. Qanaqa? Adashmasam siz pul tarqataman odamlarga. Da. Aka qarang, odamlarga shunchalik yaxshilik qilar ekansiz, ko'ngil ochar odam ekansizda. Ya joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Odam ekansiz. Aka, to'g'risi tanib qolganim uchun podpisingizmi, ha? Xudo xolasa. Nech pul aka bu? Yo'q, bu pul emas aka sizga. Aka bu onamlarga olib borasiz. Voy, uka. Onamlarga olib borasiz, bitta duolarni olib qo'yasiz aka. Xudo xolasa joningizdan nomingizdan. Ana xohlasa podpiska ham bo'lganlar, likelar ham bos. Voy, vashcha gap yo'q, udarlagan. Mayli podpiskalaringiz aka. Oxirgi Savarlar qaranglar, bu hozir bu hol to'g'risi birinchi marta bo'lishi. Siz podpiska bo'lgansiz, homilaringiz ham, homilaga ham podpiska bosgan. Qaranglar, aka men sizga hozir bitta yaxshilik qilaman. Agar xuddi mana mashinaga yoki bundan kichkinaroq kimdir gul olmoqchi bo'lsa, sizga telefon qilishsa, dastlabki xizmatini qilib bera olasizmi aka? Inshaalloh. Dastlabki xizmatini qilib berasiz. Toshkent bo'yicha, to'g'ri? Do'stlar qaranglar, men hozir akamni nomerlarini qoldiraman. Atir bo'lma yoki boshqa liboy buket qilib bera olasiz, to'g'rimi? Do'stlar, mana choka eng arzon qilib berasiz. To'g'ri aka, endi shu do'stlar gapirish onamlarga bergan buketlarimizni ham xudo xolasa 250 ming so'mga dastavkasi bilan chiqib ketdi. Mana shu katta gul 250 ming so'mga chiqadi. 250 ming. Menga qaranglar do'stlar, aldamayapman. Men 250 mingga bilasizlar, magazindan qanaqa mana shu yarmidek oddiy buket. Shu buket agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 250 ming so'm dastavkasi bilan okam chiqarib beradi. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ldi do'stlar. Aka sizga telefon qilishadi inshaalloh. Lekin juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi men hali bunaqa vaziyatda qolmadim, to'g'risi. Lekin gap yo'q. Istoriyam uchun olayotgan video shu postga joylanadi. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat lekin aka. Nomerim 93lik 114 76 42. Telefon qilsanglar 24 ga yetib dastavkamizda bor. Xudo xolasa.